Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satığa chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizdan shu domimizda bo'ladi. Bir ishonch magazini bo'ladi. Birinchi qavati. Hurmatli yurtdoshlar, mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Manzili bayonimizda Dekkan Market. Berimizda esa Darital bo'ladi. Yine shundan arkasi Darital bo'ladi. Urdu universiteti ham shunun arkasında. Mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Berimiz esa park bo'ladi, yine park. Restoranın arkası park bo'ladi. Dekkan bozor mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib mestada 4 xonali Euro remont barcha jihozlar bilan joyimiz sotuvga chiqdi. Esa joyimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Yetgacha hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 4-qavatımıza yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdan şu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan ekan. Berimizni ayak teylerimiz muramilli kalfer bo'ladi. Yine ko'rib turganlaringizdan podezimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib qilib yaxshi sifatli narsalar ishlatilgan ekan. Pishgan karushdan solingan domimiz. Bismillahirrahmanirrahim deb xonadonimizga giramiz. Girganimiz ko'rib turganlaringizdan ayak teylerimiz kalfer, yanimiz prixoshka zonamiz. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli yurtdoshlar, mening joylar kamdan kam chiqadi. Sizlarga tavsiya beraman. Yine şu joyni zudlik bilan olib qolinglar. Sababi mendan dim ko'p so'rab yuradingizda. Zo'r bo'lsin. Ajoyib 4 xonali joy kerak deb yuradingizda. Yine voобще qimmat narsalardan ishlatilgan hurmatli yurtdoshlar. Yine eng oxirgi zamonaviy remontlarni qilganlar, remontdan chiqqanini hurmatli yurtdoshlar, hali hech kim yashamagan toza yangi bo'lib turibdi. Birinchilardan bo'lib o'zlaringiz to'g'ri kirib yashab beraverasizlar. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Yine remont ham ajoyib zatilgan. 1 2 3 4 xona bo'ladi. Sanuzilimiz oshxonamiz bo'ladi. Esa hurmatli yurtdoshlar, joyimizni donishtirib chiqamiz. Defalarimiz yine ko'rib turganlaringizning gipsa kardon bilan kombinatsiya bo'lib ishlangan, вообще zo'r oxirgi stilda nelerimiz led lampochkalarimiz deymizmi, lyustralarimiz qo'yilgan, zo'r qilib ishlangan, вообще menga yoqdi hurmatli yurtdoshlar. Umuman gap bo'lishi mumkin emas joyimizda. Bismillahirrahmanirrahim deb o'ngdan boshlaymiz. O'ngimiz yine ko'rib turganlaringizdan benim ullu tushgan kichkina emas. Bir narsani aytib o'tchakman hurmatli yurtdoshlar. Hamma baland joy yo'qmi? Baland yine ko'ringlar, kelib o'lchab ham ko'ringlar. Balandligi dim baland yine hurmatli yurtdoshlar. Dim. Yine kelib o'zlaringiz ko'rasizlar. Bemalol. Baland dim balandligi. Lyustralar asilgan oyoq teylerimiz laminat pol bo'lib, gilam yangi turistki gilamlardan tashaq qo'yibdilar hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib bo'lib turibdi. Menga joy dim yoqdi, sviji bo'lib, mazzi joy bo'lib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Bulardan hali hech kim yatmagan, foydalanmagan toza magazindan kelib turibdi shu yerda. Perdelerimiz ham yaxshi sifatli, eng oxirgi zamonaviy stildagi perdelarni qo'yib qo'yibdilar. Ko'rib turganlaringizdan joyimizning remont ham shunday. Yine umuman gap bo'lishi mumkin emas. Haytek вообще zo'r etibdilar. Hattoki razvedkalardan e'tibor qilingan razvedkaga qarang. Yine ular qimmatimdan qo'yilgan. Eshiklarimiz bosh sifatli, yaxshi eshiklardan yine qalin, og'ir bo'lamiz, zamoqlarimiz ham qo'yilgan yaxshisidan hurmatli yurtdoshlar. Yine eshiklarimiz original. Endi bu xonamizga tanishtiradigan bo'lsak, bu xonamiz ham kichkina emas, ullu tushgan, вообще zo'r. Bu ham mehmonxona qilsangizlar yoki novatsiyangizda o'zlaringiz bilib ko'rib, ya'ni planlashtiraverasizlar. Lyustralar dim originalidan, yaxshi qimmatimdan qo'yilgan. Hurmatli yurtdoshlar, oyoq teylerimiz laminat pol gilamlar tashalib turibdi, g'olini turistki yaxshi g'ollardan tashalgan hurmatli yurtdoshlar. Joyimizdan umuman gap bo'lishi mumkin emas. Perdelerimizni aytib o'tganlarimizdan yaxshi, eng zamonaviy, oxirgi stildagi sifatli perdelarni qo'yib qo'ydilar asib. Berimizni ko'rdingizda ham hurmatli yurtdoshlar, dim dahshat yine. Yine Darital hurmatli yurtdoshlar, sizlarga ko'rsataman. Yine Darital, shunga chiqqan yerlaringiz Darital berdi hurmatli yurtdoshlar. Yine Darital. Dekkan Market yanımızda yine ko'rib turganlaringizdan. Вообще zo'r mestada joylashgan hurmatli yurtdoshlar. Yine urdu.
Urdu gönlü duradi yine hürmetli yurttaşlar. Urdu'nu gördünüzler mi yine? Bemalol urdu gönlü duradi bu yerde hürmetli yurttaşlar. Mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mening joydan, mening mestodan, mening joy kamdan kam chiqadi. Tavsiya beraman, olib qolinglar. Dim zo'r, narx ham ajoyib narxda. Hurmatli yurtdoshlar, tavsiya qilamiz. Mendan so'rab yuradingizlar. Bellarni qarang, televizorni endi shunday etib, chiroyli qilib, ajoyib etib turishga biz ayttirgan ekanlar. Televizorlarimiz Premier yaxshi televizordan, ya'ni qimmat televizordan qo'yib qo'ydilar. Ajoyib, vahshiy joyga gap bo'lishi mumkin emas. Berimizga qarang. Bixanamiz ham ko'rsatib o'taman, hurmatli yurtdoshlar. Berimiz spanni bo'ladi. Spannimiz ham kichkina emas, urilib tushgan, katta shkaflari qo'yib, yana hali pichatlari bilan turibdi, ya'ni yap-yangi sizlar uchun akkalib qo'yib qo'ydilar. Oyoq tellarimiz laminat pol, gilamlarni tashlab qo'ydilar, aytib o'tganlarimizdek. Berim sifatisidan, yaxshisidan, qimmatidan lustra askalla. Neni dahshat etib Yevroski deymiz-ku, Euro remont dedi. İnişi bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib, spaniyalarimiz ham yaxshi sifatli, qimmat spaniyadan kelib, albatta tashkil ko'rib olaverasizlar. Hamma narsasi yaxshisidan va sifatlisidan qo'yilgan. Hamma narsalar yaxshi sifatli narsalardan ishlatilgan. Hurmatli yurtdoshlar, yine sizlarga zo'r joy. Yine görüp durganlarinizdan gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Berimiz ham yine görüp durganlarinizdan sanuzilimiz bo'ladi. Sanuzilimiz ham oyoq tellarimiz kafel dapataloqadan kafel qilingan yaxshi sifatli qimmat kafellardan urganlar. Hurmatli yurtdoshlar, yine berimizda hamma narsasi tayyor. Aristolar ham qo'yilgan, bular ham yaxshisidan qimmatimdan qo'yilgan. Bular ham görüp durganlarinizdan ajoyibundan qo'yilgan. Hurmatli yurtdoshlar, doğru gelip yaşayabilirsizlar. Hech kim yaşama, her bir narsaga e'tibor qilasizlar degan umiddaman. Hurmatli yurtdoshlar, berimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimiz ham oyoq tellarimiz gilam, berimiz tayyor bo'lib turibdi. Shuning zo'r tushgan planovkasi. Hurmatli yurtdoshlar, ajoyib, menga dim yoqdi. Sababi akkurat yine bir de yine stol qo'yib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Kichkina emas, hurmatli yurtdoshlar. Urli yine gelip göresizlar bemalol. High-tech yine ajoyibundan LED lampochkalarni, lyustralarni asib qo'ydilar. Bu yerda dimoxod, havo tozalab turadigan joy ham bor ekan. Domimiz pishgan karushdan aytib o'tdik. Yine ko'rib turganlaringizdek, bu kuxni mebelimizda o'zlaringiz baho berasizlar. Nechik aytib kommentariyada yozib qoldiringlar. Ajoyibundan ko'p qo'ydilar. Vashim zo'r kirmashinlarning tayyor, yap-yangi kelib ko'p qo'ydilar. Hamma narsa ishlab turibdi. Gazlar yon turibdi. Eng oxirgi zamonaviy gazlardan. Gazi yon turibdi, gaz kelib turibdi. Beri hurmatli yurtdoshlar, bemalol kelib ko'rib ina. Gördingizlarmi? Gazdan umuman muammosi yo'q, ajoyib. Beram yana razbika qo'yib o'tganlar, berlarimizdan suvdan ham muammosi yo'q. Kelib yotibdi, naporoz zo'r. Yine bu neyimiz ham ishlab turibdi, yine bitifkamiz. Esa hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxina keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 700 milyon so'm. Hurmatli yurtdoshlar, 700 milyon so'm. Joyimiz kredit asosidan sotiladi. Hurmatli yurtdoshlar, esa ekranda berilgan telefon raqamlari telefon qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar uchun shunday yaxshi joylarni chiqarishda davom qilamiz. Hurmatli yurtdoshlar, esa hammaga shunday yaxshi joylar nasib qilsin. Ilohim, sog' bo'linglar. Obunachilar, like bosib qo'yinglar, tarqatinglar.